Shu 5 kun bir hafta ichida men juda ham ko'p reels ko'rdim. Instagramda reels ko'rdim faqat. Va bu reelslarni ko'rar ekanman bitta narsani tushundim. Ya'ni qo'rqishni boshladim bu reelslarni ko'rib. Odatda men unaqa ko'p reels ko'rmasdim. Men ko'rdim, titdim. Men qo'rqishni boshladim. Odamlar ishtiyoqsiz, qiziqishsiz, harakatsiz, sevgisiz, muhabbatsiz, hamma narsa yo'qolib qolgan odamlarda nimaga? Hamma qarzda, hech kim ish yurmayapti, xuddiki ular ko'rsatish bo'yicha. Men tushungan narsa xuddiki 2002-yilgacha bo'lgan odamlar, bolalar, yoshlarni xuddiki nimadir uchib ketayotganda o'shagacha bo'lgan yoshlar ushov olib chiqib ketdi-da, qo'yanlar xuddi boshqa bir chuqurida qolib ketgandaki o'zini tutyapti-da. Nimaga? Ey bolalar, uyg'oninglar. Reels ko'rib o'tirib, men bitta narsani tushundim, ya'ni tez va vaqtinchalik dopamin bo'ladi. Nimadir qiziq narsa ko'rsangiz, sirasi kulasiz, nimadir g'amgin narsa ko'rsangiz, ozgina voy chuqurlik tushib qolasiz. Soxta dopamin ishlab chiqarish boshladi tanam. Va men bu narsani o'yladim. Ertalabdan kechgacha shuni reels ko'rib o'tirgan bolalarni juda ko'p ko'raman-da. Sizlar nima qilasizlar? Vaqtinglar bo'sh vaqtinglar sportga boringlar biroqda. Sal qat'iyatli qiladi. Bir kimdir videoda qaysidir qiz kimdir tashab ketdi va sizlar ham u 10-15 yil va ozgina mahzun muzika va sizlar ham 10-15 yil oldin tashab ketgan qizinglarni eslab qo'yib bitta deb qo'yasizlar. Ya'ni bitta mahzun bo'lib olibmi o'tib ketasizlar o'sha joydan. Bitta narsani o'ylayapman-da. Xuddiki kimdir kelib sizga nimadir qilib berish kerakligini kutib o'tiribdi odamlar. Ya'ni yoshlar. Ya'ni xuddiki u uchun kelib kimdir nimadir yaratib berish kerakmi? Voy bolalar, uyg'oninglar. Bo'ldi, turinglarchi o'rninglardan. Ota-onalarning ko'ziga qaranglarchi. Dadangiz, oyingiz ko'zlari qaraganidan ajin tushib osilib qolyapti, ko'ziga qaranglar. Kuch qolmayapti ularni, voy qo'zinglarni qo'lga olinglar. Nimadir ushanglar. Qiz, diskoteka, sevgi, falon fiston, ichib chekib, ya'ni shunaqa narsalarni qilib bo'ldi. Qachongacha menga ayting, qachon oxirini mana shu joyga yetib kelsam bo'ldi, tugaydi deng, qachon shuni oxiri? Bo'ldi, o'zinglarni qo'lga olib, qizlarni shunaqa mayda-chuyda narsalarni yig'ishtirib, fokus bitta narsaga qaratib, onangiz, otangiz bitta joyga borganda, o'g'lim bor-ku deb xotirjam bo'ladigan darajaga chiqingchi. Bo'ldi. Nimaga faqat mahzunlik, stress, qiyinchilanish qolmagan, qarzga botib qolgan, biznes boshlay olmayotgan, ideyasi yo'q. Ey, safar qiling. Safar, telefonni qo'yib qo'yib, ko'zingizni ochib, atrof muhitda aylaning. O'zgarish vaqti kelmadimi?